Murod, bitta soqqonli zo'r ish bor. Qo'llab-quvvatlab olsang, pul tegida qolamiz. Ha, uni ko'rib chiqqan. Bu katta risk. Katta summa talab qiladi. Yaxshilab tekshirganmisizlar? Orqasi toza. Ishonchli odamlar. Pul tiksa bo'ladi. Bo'ldi. Qo'l qo'yib beraman. Sallaga ishonaman o'rtoq. Alo. Aka, yaxshimisiz? Tez orada yengil bo'lib qoladigan ishlar o'xshavyapti. 20 ming dollarni qachon olishimiz endi qo'limizga? Tezroq plastikimga pulni tushirib bersangiz bo'lardi. Shuni harakatidami aka, tez kunda bo'ladi. Bo'ldi, 3-4 kunda hal bo'ladimi? Albatta, xavotir olmang aka, bo'ladi. Kelishdi. Mayli aka, sog' bo'ling. Bo'ldi, bugunga yetarlik. O'rtoq, pul topaman deb tishlaringga ahamiyat bermay qo'yibsan. Tez-tez kelib tursang, tishlaringni davolab qo'yaman. Didoringga ham to'yardim. Anchadan beri sen bilan ham ko'rishmadik. Ish deb o'zingga vaqtdan ajratmay qo'yarkansan. Boyda muammo yo'qmi? 3-4 kunda yana kelarsan, tishlaringni qo'yganini davolaymiz. O'zingni ehtiyot qil. Rahmat senga. O'rtoq, qara, rahmat. Xo'p, rahmat. Ha, keldilaring. Yaxshimisan? Nima bor amroq senga dishobga joyladi? Tish doktor kerak ekan, menga yetmaysanmi? O'zim senga zo'r doktorlarni gaplashib beradim. Qimmat joylarga borib doktorlarga ko'rsatardi-ku. Senga yarashmaydigan joylarda yurish. Tushunmadim, nima deyapsan? Doktorlaringni gapagandim, har xil gaplarni gapiraveradimi? Bu meni sindoshim bo'ladi. Kerak bo'lsa tishimni hammasini brilliantdan qilib beradi. Ishga keladigan bo'lsa, guldek hunari bor. Jonimni ham ishonib topshiraman. Maras. Bunisi ham nahot. Rasmni shu yerda ko'rsatyapti. Ana kungi Murod sherigimi? Murodga xabar berish kerak. Narkoman ekan bu. Labbi Akrom. Ali Murod, Eshitaman do'stim. ana kuni ishxonam oldiga kelgan bolalarni sherigim deganding. Ular maytda laka-saka qidirib yurishibdi-yu. Ular narkoman ekan-ku. Yo'q, do'stim. Biznesga katta pul tikkanman deganding. Senga jonim achigandan gapiryapman. Narkomanni va'dasiga ishonib bo'lmaydi. Nima qilib qo'yding? Nima qilding? Bu bizani sotib qo'yotgandi. Lo'nkada qilib qo'yibdim. Ahmoq. Yur, ketmasman. Yur. Akrom? Akrom, o'rtoq. Akrom. Tiriklik chog'ida parvo qilmaysan. Qazib qo'yilgandir avvaldan qabri. Yoningda yurganda sezmaysan hatto. O'lganda bilinar insonning qadri. Lekin ochilmaydi yopilgan qabri.